mı savir kaçam toştu. Bana perver sanki deydiğin gibim. Oy nege? Bana öyle. Oy kırdım. Oy kokuduğun yerim ben bitti. Oy İşte bana. Kulaklarımız tam bakılmış kaldıran oldu. Ata! Sen acayip kıp kettin ha sen. Muş yaş kırıp durup, bana arsa kırıp, bana mı buluşuvatsın ha sen? Sen bir şey kırar. Ben kimle buluştum ha? Sen bana mı bulaştın? Kırtıkandık ya. Şıkıs pek hoşup ketdi. Biz kırsak, çıkınıp kalıdı o. Oldu kırmaylı. Ben alıkın olma. Uy yok. Ne alıkın onunla kıldın mı? Acayip açığını keltudun ha sen. Acayip açığını keltudun ha. Uy oka. Roz kapı otan sen. Sen dedin kurul ele vattımız da. Siz şundan kakaşka tağım kapıp kaldı bana. Uy sizin bilsiz açığım kes közüm geçtim görmeydi anne. Şunu siz hissettin keçirimi soruşunuz gerek. Uy menli hata kıldım mı? Menli keçirim soramdı. Artık yapma kılmayı berip hazırlık. Hissettin keçirimi sorma. Ben hazırlık berip. Hata den la ha. Uy hata dedi. Ha bo'ldi. Tuni men bek aşırı yutibdim ha. Senden keçirim soray. Uy bu tuyuqsizli menden keçirim sorsam acayipli bo'lib qoldi ekanman. Ha bo'ldi. Shunda ha bu. Ha bo'lmaman akşam bek aşırı yutibdim ha. Ha şu aşırı şu bu. Mo'minka. O. Biz keçirim so'rashib adlishib bo'ldik. Dadam hammomlarga deb qo'ygan, endi urushavermisin. Ha bo'ldi. Ben kirib ketdim ha. Oldu mu? Ha? Qanday oldu? Muvaffaqiyatli bo'ldi. Aplashib qoldimi? Ha, aplashib qoldi. Uy aka. Sen bu amalını qanday o'ylab topdin? İnsandan chiqib qoldimi? Ikkimizning yeshimiz shu 1 yoshda farq qildi. Dadamlarni bizni ashta aplashtiradi-ku. Rast. Dadam bunu apam rast şuna katleştirdi. Konular aqlliq Cumhurka. Rast. Şu. Hazır o'ylab baksam, atanımız bizni deb bekçi g'am yeptiken Cumu. Shu istaysan. Hey, kun qayoqdan chiqdi? Bugun ajab avval kechirim so'rab qolding-ku mendan. Diqqat qilmadingmi? Nimaga? Dadam mamamla yolg'ondan urushib shunda bichara bo'lib ketdi. Bo'ldi, bu o'yin mishada oxirlashsin. Nima? O'yin? Bu asli o'yinmidi? Boshida bir xil g'alitlik his qilgandim men bu ishdan. Bo'ldi, tamoq yeylik, qo'zg'im ichga. Men sana choy damlab beray, ha. Men mush ishda, mush balla yashogandan keyin o'ngishilib qoladi deb bir necha kun saqladim. Qarasam bugun atdegangacha ishkunlar yana bir-biringlar o'mishib jursizlar. Shunda ko'nglim yerim bo'ldi. Bir odam 3 kundan ortiq adovat saqlasa yaxshi bo'lmaydi emasmi? Shu. Bir-biriga bunday yo'l qo'ymay abdishamisa, bular sirtlik do'stlari bilan, xizmatdoshlari bilan qandoqmi ab o'tidigando deb bak ko'nglim yerim bo'ldi. Ko'nlarda yaxshi yipingni qil, yiping bo'lmasa jim tu degan gap bor emasmi? Tuqqan bo'lgandan keyin biringlar bir ig'iz gapdan qolsanglar o'ngishiladigan narsa. Shunga o'zaro hurmatlashib, o'zaro izzatlashib, bir-biringlarga yo'l qo'yib, o'zaro mehr muhabbat berishib o'tgan yidamdi. Bundan keyin uyda unday ishlar bo'lmasin. Ha? Kechir dada. Men shu pek aşırı yutibdim. Ha bo'lmadi-g'a. Men bek ishtik qilib qo'yibdim. Ha, Slat. Alafkam. Buni mu ko'nglitiz? Kinodagideklar qildingiz bularni. Ha mana. Ha mushunchalikla ishtayman. Shu emasmi? Qaysar bilan Ra'no kelib bo'lmaydi. Ben telefon urayman. Ama uray.
Dada? Ha? Ana hisob qilayotgan. Ma'qul dada, ma'qul. Ishni dikib borayapsan, ha? Ana oldirash hozir, ma'qul. Ansirmanglar, xo'sh. Rostdan aytman. Menimcha sendan bek ansirdim. Yana burunqidek azoblanib qolarmikin deb qo'rqdim. Boshqa niyatim yo'qdi, sen mana shu xafa ketding. Seningcha men ashundaq izchil ashadamni eslab yuramanmi? Qiziq ekansan. Gerçi sen shundoq aqlli bo'lgan bilan qara, sening muomalat joylaring bormi? Bo'ldi qila. Birisinin uyinizdamsiz? Voy. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Alloh yaxshi, tinchlik. Men shu bu qo'rada bir uy bormikin deb kirgan, ko'rpaqay deb. Voy, unda o'z kesh qopsiz-ku. Shu. Endi ishdan tushgan. Kesh olsin bir ko'rib ketay deb kirdi. Anamdingiz? Yo'q, olmayman. Men bir advokatlik o'rin ochadigan. Shuningga ijaraga. Ijara. Ijara. Hozirgi odamlarni nemishqa yaxshilikqa yomonlik qilgandu. Uningga shuncha aqida qilganding-a? Bu gapni deyishmay. Men uni allabirun unutib ketdim. Uning chiroyini qandoqligini esimda. Bu mahalla ajab o'zgarib ketibdi aka. Burun men kelganda bundaq emasdi. Hozir o'zgarish xil cho'nkan juma. Voh, bak o'zgardi Fikabiya. Bak chiq o'zgarib ketdi. Burun mana mushu mening dukunimning o'rindimi? Dadamdan qolgan uy bor. Ko'n uy. Mosh binoning o'rindimi? Eskutski abjaq o'yli bak chiqdi. Hozir hukumat mush ishini hammasini chiqib tuzlab, yangi binoni selab qarang. Mush dukanimi mening burunqi uyimning o'rniga bergan dukan. Shundami? Yaxshi bo'lib ketdi bu yer hozir. Binoda mening bir tunishimning bir uyi bor. U ijaraga berib qolib qolsa, ashuni men aloqalash baqay. Siz mush dukanda izdinga meni? Ma'qul. Undasi rahmat aka. Yo'q. Ma'qul aka nasmen oldim. Ma'qul. Nima siz dukan nima advokat dukan ochmadingizmi? Yo'q. Advokatlik o'rni. O'rni. Ma'qul akamsa? Ma'qul. O'rni. Meyve ulan. Allah kim avaktım mı kaldı? Aldırın git varsın. Apa? Tada. Oy. Oy be abla. Kendiniz yığındım falan. Acayip yığındım. Oy yığındım ulan siz ne? Dada yaxşı mı? Yaxşı apa? Seferanlı köngülük boğanda? Yaxshi bo'ldi. Şu Cesur'un doktorxonada işvatdi deb aldırtıp, asliyen bir gün turib keleli degan. Mağın telefon kısalı bulmam da. Ben orlaştırıp koydum da. Mühim bir operatsiya ekan, şuna baldıra qaytib keldim. Hizmet mi mühim bulan? Dada, kilak yemeyin hizmetde. Ben yaş naştını tayarlap koygandım. Qani naştı kaç paranız şöyle. Kirala. Sıran.
Aka, sen nima ish qilyapsan? Shu Jasurning sayohatdan qaytib keldigan kuni-da bugun. Shuni kep qolarmikida. Voy aka, Jasurlar qaytib kelsimi, oldidan qaynonasinikiga berib salom qilib bo'p, uningdan keyin bizga telefonni ala. Bu atdiganda kimdi o? Jasurg'u deyman, shu ochqich olmaydi davomli. Jasur? Qani. Yaxshimisiz? Qanday yaxshimi? Dadam bag'atni chiqib kelgan. Rahmat. Men ko'rib yana bag'atlar bata katastrofa. Maqolam sizda. Ma'qul, xo'sh. Kimning to'yi ekan aka? Qo'shnilarningdir. Jasur, Barna, qani elanglar bolam. Chaqiraq yanglar, ha? Elanglar bolam, elang. Ben murabbani milab yana. Ama bize balay. Ben tuxumimsiz ya. Rahmet. Vay oy, nimdiga azada. Siz kirin. Opa, ko'nglimdagidek bo'pti jimo. Jasur, siz mushta shaklni yaxshi ko'rsiz-ku deyman. Shundami? Ha. Zinnat materiallarning hammasi o'zim tanlagan. Hammasi ziyansiz materiallar. Rahmet. Aras qizim, tozliq o'yinimiz zinnatladik. Rasma? Ben kirib ko'rib chiqay, apa. Ha. Jasur. To'y qilib bo'ldim deb bilan Barna bilan karingiz yo'q demay, uningga obdaroq ko'ngil bilib turasiz. Qarang uning kichik bola qiliqlarini. Apa? Ay mana qizim. Hey. U yo'q. Ben onun direktörü. Qanday gap bo'lsa da'vatingiz bo'ldi. Nima? Chaqchaqmayotgansiz. Bo'ldi. Bir soatdan keyin men o shirkatning indik qahvaxonada ko'rishaylar. Ma'qul. Berna ateşe çok tutsuz bu. Bugün ders yok mu? Doğru çatsız bu. Ağrıp kaldınız mı? Sal qizitib qolgandek qilma, sukanib qolgan o'xshayman. Doktorga boraymi? Bo'ldi, unchalar og'ir emas, dori ichib oldim. Rost og'ir emasmi? Xotirjam bo'ling. Hey, men maktabga chiqqanman, sim ishga chiqqanman. Juraman ayli.
Biz qaynatamla uyga yurib ahvol so'rab kelsak bo'larmiki? Ertadan boshlab Jasur aldirash ishlab kelsa vaqt chiqmasmi deyman. Balam, bir gün demingizni ilib aldırmay basanglarmı buldu. Ha? Endi sayohatdan kelgandan keyin berib ahvol so'rab kelaylimki. Biroz bamti. Choy ichib o'tgan to'q. Siz masraf choy ichib olamsiz? Yo'q bo'ldi. Uyinda kelgan dastirimni topamayaptimi? Bir aya qo'yib qo'ydingizmi? Men Kiymiş kavini astı qo'yib qo'ydim. nima? Uyga nimish qo'ydingiz? Jasurga bir necha tur yeng kiyim etkizib qo'ygan. Shun kiymaydigan kiyimlarni chamdan sep shuya qo'yib qo'ydim. Oppa, shu Jasurning bo'g'ashga shuya qo'yib qo'ydim bolam. Jasur, qara bolam, yeng kiyimlaringizni ishkab esib qo'ydim. To'ydan keyin endi yaxshiroq kiyinib yurmisangiz, boshqalar sog'liq qilmasin yana. Jasur. Tasma bir. Hey dada. Salomat tudingmi? Qaytib keldingmi? Ha, biz qaytib keldik. Qanday sayohatlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Nima bo'lsa, sog' salomat qaytib kelgan bo'lsanglar. Alqi. Bolam uyga qachonroq kelasizlar? Azroq ish bordi. Shuni qilib yetiblarmi yananga boramiz. Bo'ldi. Mayli. Anda o'zchi. Kelishdan burun menga bir telefon qilib yetib kelgin. Men tayyorlik qilib turay. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul. Qo'yatdimi? Tadammika? Ha. Bizning qachon borganimizni so'rdim-ku. Siz buni ko'ngil bilmay. Men narsalarning hammasini chiqib tashlab etdim. Nima? Hammani? Mijozing yo'qmi? Yo'q, bo'lamiz. Amsi cho'nglarni uyga berib kelamdi. Sal turib boraylik. Hozirli berib kelaylik. Dadam yo'limiz qarab o'tdaganda aqchani saqlab. Jur'un, qo'qon. U mendan uy olaman, bir haftadan pulingni qaytarib yetaman adash deb qarz olgan deding-a. Ta hozirgacha pulimni qaytarib bermayotdi.
Hatta telefon qilsam ham olmayotdi. Nechi pul olgan? 150 ming. Kart numaranızdan ben size yollab beray. Nima? Siz berib etamsiz? Shundoq. Bularniki xislatni izlab yurmasangiz bo'ldi. Yaxshimisiz? Ha, hemen xislat. Nima? Yeni bir hafta saqlamdim. Bu hozir qarzeli shunda tasib ketdimi? Uningdan boshqa mal yo'qmi? Ha, bildim. Perver. Aman mı acı? Yaxshimi biz keldik. Keldin mi oğlum? Qaytib keldin mi? Vay balam. Vay balam keldin mi? Vay balam. Qanday? Hamay keldingmi o qizim? Oy, seprimga ko'ngillik bo'ldimi? Yaxshi o'ynab kelding. Yaxshi o'ynab kelgansiz. Ha, qani yuqori o'tinglar ha. Kelinglar. Uzun. Ras. Qani. Perver. Ha, kila aka. İyi buldunuz mu? Onandık. Xislat? Xislat? Mağdazma? Mağdazma? Düştüğün gün saat işkiz yığın balığını unutup kaldınız mı? Oy! Geçirin. Hazırlan. Oy! Geçirin. Direktör ben köpeği için unutup kaptım. Ben hazırla köpeği de. Bu... İşkisi yok. Siz bunu hiç bulma kıyafet kırmamına Xislat. Geçirin. Ben hazırla yaklay. Oldu. Ekin Kalan işlemi Ali'ye katıp koyasın. Yak buldu. Hazırlan ben Oldu, köpeği işkisi yok. çıkay. Ekin Buldu, olsun. işkisi yok buldu. Vay Ekilim. Bu keyfiyetingiz bilan qanday xizmat qila olasiz?